Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, ko'ngil olami ko'rsatuvi orqali sizlar bilan yana diydorlashib turganligimizdan mamnunmiz. Atrofdagi insonlarni anglash, tevarak atrofdagi voqealarni bilish, qolaversa umuman olganda borliqni tushunib, anglab yetish uchun nazarimizda inson avvalo o'zini anglagan bo'lishi kerak. İnson qachon o'zini anglaydi? Albatta bu borada turli nazariyalar mavjud desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz va bugun ayni mavzuda bejizga so'z ochmadik. O'sha buyuk ajdodlarimizdan biri Hakim Termiziyning Qalb haqida risolalar kitoblari haqida bugun so'z yuritamiz va shu munosabat bilan studiyamizga Imom Termiziy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi katta ilmiy xodimi Jo'rabek domla Cho'tmatovni taklif etganmiz. Domla studiyamizga xush kelibsiz. Bejizga biz o'sha inson o'zligini anglash haqida so'zimizni boshlamadik. Boisi o'sha Hakim Termiziyning Qalb haqidagi risolalar asarlari aynan o'sha o'zlikni anglash haqida. Bu boradagi amal qilinishi kerak bo'lgan metodlar, usullar, yo'llar, muammo va kamchiliklar umuman olganda qachon inson o'zini anglab yetgan bo'ladi degan savolga bugun javob topishga harakat qilamiz. Ushbu asardan kelib chiqib ikkita holatni, nafs va qalbning o'zaro kurash jarayoni bo'ladigan bo'lsa, bu yerda har ikkalasining lashkari borligi, qaysi biri g'olib bo'lsa, inson albatta o'sha inson mamlakat deydi. O'sha mamlakatga o'sha g'olib podshoh bo'ladi. Podshoh bo'ladi. Nafs g'olib bo'lsa, nafs g'olib podshoh bo'ladi. Qalb g'olib bo'lsa, qalb podshoh bo'ladi. Natijada o'sha natija ham shunga yarasha. Natija shunga yarasha. Shunga yarasha bo'lishi albatta nazarimda yaxshi nazariya, juda ham mukammal nazariya. Mukammal nazariya va bizga bu nazariyani tahlil qilish, uni saralash siz bilan menga imkonsiz, imkonimiz yetmaydi. U darajadagi bilim sohiblari ta'kidlab ketgan, lekin bugun hayotimizga tatbiq qiladigan narsamizda. Chunki siz aytganingizdek o'sha inson hamma narsa nafsga qurilgan degan nazariya ortidan bugun o'sha dunyodagi umuman hayotimizda ko'rib guvoh bo'layotganimiz ko'plab ko'ngilsizliklar, razolatlar, yomonliklar albatta shu nazariyalarni o'qishni mahsuli nazarimda. Va biz agar Hakim Termiziy nazariyasini oladigan bo'lsak, unda ikkinchi tomon, ikkinchi yo'l ham bor. Demak, o'sha nafsga qarshi kurashib, yaxshi bir saodatga erishish mumkinligi va komillikka erishish mumkinligi haqida so'z borgan. Inson ichki dunyosini anglashda Hakim Termiziy qanday metodlarni taklif qiladi va bu metodlar qanday falsafiy ahamiyatga ega deydi? Albatta, bu Hakim Termiziy taklif qiladigan metodlar, bilasizmi, men har suhbatlarimizda ta'kidlab o'tamiz, diniy va dunyoviy bilimlar uyg'unlashgan. Mana shu eng mustahkam falsafa. Mana shundan mukammal falsafa bo'lmaydi. Ya'ni Hakim Termiziy islom falsafasiga asoslanadi. Tabiiy, o'sha Qur'on, hadis asoslanadi. Lekin ayni vaqtda dunyoviy bilimlarga ham asoslanadi. Nima uchun? Aynan Qur'on va hadis bizni aynan mana shu dunyoviy bilimlarga buyuradi. Hatto Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, sizlar uchun o'zlaringizning nafslaringizda oyat alomatlar bor. O'ylab ko'rmaysizlarmi? Fikr yuritmaysizlarmi deydi. Hatto o'zlaringizda oyat alomatlar bor. Mana buni o'ylangizlar. Atrofda ham bor, deydilar. Ofoq. Alloh taolo aytadi, atrofda ham bor va o'zlaringizda ham bor. Va bular to'g'risida sizlar o'ylab ko'rsalaringiz, haqiqatni anglaysizlar deydi. E'tibor qiling, mana shu oyat bu Fussilat surasida kelgan. Atrofdagi va o'zlaringizdagi oyatlarni anglasalaringiz, ko'rsalaringiz, unda sizlar haqiqatni anglaysizlar deydi. Va natijada bu o'sha bizga bu ilmiy bir uslub bo'lib xizmat qiladi. Ajdodlarimiz uchun ham, biz uchun ham. Shuning uchun ham Hakim Termiziy qo'ygan, demak, ta'limot bu islom ta'limoti va bu mana misol uchun Hakim Termiziy aytadiki, a'zolarning asl podshohi bu qalbdir deydi. Qalb. Bu qayerdan olingan desiz, payg'ambar alayhisalom hadislarida aytganlar. Ya'ni insonda bitta a'zo bor deganlar. Agar o'sha a'zo isloh bo'lsa, yaxshi bo'lsa, qolgan hamma a'zolar yaxshi bo'ladi. Agar u a'zo, demak, buzilsa, qolgan barcha a'zolar buziladi. Ogoh bo'linglar, o'sha qalbdir deganlar. Bu yerda ikkita ishora bor. Birinchisi, demak, o'sha isloh bo'lsa degan.
ikkinchisi buzilsa, buzilish qayerdan bo'ladi? Nafsdan bo'ladi. Boshqa narsa emas. Demak, qalb va nafs o'rtasidagi kurash insonda o'zida. Bu demak, Hakim Termiziyning hayotida ham kuzatilgan o'sha dunyoviy bilimlarga juda ko'p murojaat qilish, odam anatomiyasiga murojaat qilish va ayni vaqtda uni inson nafsi, qalbi, aqli, ruhi bilan demak uyg'unlikda tahlil qilish masalasi va bu mana hozir yuqorida ham aytdim, insonni mamlakat sifatida tasavvur qilish. Bu juda katta narsa, mamlakat sifatida. Va o'sha mamlakatni turli xil qismlarga ajratib chiqqan Hakim Termiziy. Hatto qal'a devorlari, ichki qismlari, vazirlari, podshohlari, demak sarkardalari, qo'shinlari va hokazo bu ulkan bir ta'limot vujudga kelganda mamlakatul inson deydi. Qarang, bu jumlani o'zi qanchalik bir insonni o'ziga tortadigan, inson mamlakati deydi. Forobiy fozil odamlar shahri degan bo'lsa, Hakim Termiziy inson mamlakati deydi, o'zining mamlakati. Mana shuni marokashlik olim Xolid Zahriy solishtirgan. Ya'ni shunday solishtirganki, shayx va faylasuf qarashlari, Forobiy va Hakim Termiziy qarashlari, fozil inson va demak fozil insonlar shahri va fozil insonning o'zining shahri. O'zining, ya'ni ikkalasi bir butun bo'lib nima bo'ladi? Bu mukammal bir nazariya vujudga kelyapti. Va hokazo. Masalan, Hakim Termiziyning yana bitta gapi bor. O'sha aytadiki, inson butun dunyoning amiri deydi. Hamma joy, mana biz faqat tabiatdan foydalanamiz, borliqdan, lekin borliq bizdan foydalanmaydi. Biz faqat borliqdan olamiz. Buni olamiz, qog'oz olamiz, boshqa narsalar olamiz, lekin borliq bizdan hech narsa olmaydi. Inson dunyoning amiri chunki. Ikkinchisi, qalb esa insonning amiri deydi. Ma'rifat esa qalbning amiri deydi. Haqiqatni anglash esa deydi, ma'rifatning amiridir. Ko'ryapsizmi? Ya'ni qanday bosqichlarda Hakim Termiziy o'zining falsafiy qarashlar tizimini demak tahlil qiladi va buni xulosasida aytib o'tishimiz kerakki, Hakim Termiziy umuman olganda islom falsafasining ham asoschisi hisoblanadi. G'azoliydan oldinroq, marhamat, Hakim Termiziy islom falsafasini barcha qismlari bilan, bu bilish nazariyasi bo'lsin, bu tilshunoslik bo'lsin, bu o'sha insonning ichki botiniy a'zolarini demak anglash va u haqida kitoblar yozish bo'lsin va hokazo, umuman olganda islom falsafasini demak shakllantirib bergan buyuk mutafakkir va o'sha falsafa so'zini ekvivalenti ham o'sha hakim, hikmat masalasi. Va hikmat o'zining ichiga hamma narsani oladi. Bu ma'lum bir narsani olmaydi hikmat. Shuning uchun ham olim bo'lish oson deymiz, hakim bo'lish bu juda qiyin. Tarixda bitta yo ikkita chiqadi bunday odamlar. Biz demak qanchalik biz uchun bir faxrki, o'sha hakimlardan biri ming yillar davomida chiqadigan bitta ikkita hakimlardan biri aynan mana shu biz turgan Termiz diyoridan yetishib chiqqan. Albatta buni o'sha Hakim Termiziyning faoliyatlari, asarlari haqida suhbatlashgan sari bu narsaga yana amin bo'lib boryapmizki, u kishining o'sha naqadar bir bebaho meros qoldirganliklarini avlodlarga, ajdodimizni asarlarini, merosini biz kerak bo'lsa tan olib aytishimiz kerak. Mana boshlandi o'rganish ishlari, tadqiq qilish ishlari va uzoq vaqt davomida undan bebahra qolgan holatlarimiz ham bor edi-da. Mana bugun mana ta'kidlab o'tganingizdek, o'sha dunyo, o'sha musulmon olamidagi olimlar turli bir nazariyalar, qarashlar solishtirishib, taqqoslab o'sha bizni yurtimizdan chiqqan olimlarimizni asarlarini bir tahlil qilish jarayonida biz shunchaki bir o'qib tanish imkoniyatimiz ham yaqin yillargacha mavjud emas edi. Mana cheklangan edi va biz mana endi bular haqida so'z yurityapmiz. Mana ta'kidlaganingizdek o'sha risolar asarlari tarjima qilinyapti, chop etilyapti. Endi Domla Hakim Termiziyning asarlarini jahon ilm fanida tutgan o'rni haqida, ular qanday baholanadi, shu haqida, shuningdek ushbu alloma asarlarni tadqiq etish borasida olib borilayotgan ishlar va mana qalb haqida risolalar kitobini tarjimasi borasida bir fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Albatta, mana albatta butun dunyo olimlari Hakim Termiziyni o'rganadi. Biz o'tgan ko'rsatuvlarimizda bu to'g'rida gaplashib kelyapmiz. Fransiya bo'lsin, mana Genevieve Kabilo degan olim, Germaniyada Bernd Ratke degan olim, shu Fransiyada oldinlari Louis Massignon degan olim, qaysi davlatda olib qarasangiz, Marokashda desangiz Xolid Zahriy, Angliyada Arbery, John Arbery shu birinchi kitoblarni chiqargan 49-yilda hali. Misr-ku makon endi bu Abdul Muhsin Husayni, Abdul Fattoh Baraka,
bularni yirik 400-500 betlik risolalari, Ibrohim Juyushi, Misr va hokazo bu yerda Tunisdan Idris Abdusalom Shohidiy, Turkiyadan Solih Cheft va boshqalar, u ro'yxati tugamaydi. Ko'ryapsizmi? Demak, qayta murojaat qilinyapti Hakim Termiziy merosiga va bugungi kunda aytilyaptiki, yuzlab dissertatsiyalar yozilsa ham Hakim Termiziy biz hali umuman ocha olganimiz yo'q deyilyapti. Ya'ni bu meros shundayki, qancha o'rgansangiz shuncha ko'payib boradi. Xohlang tilshunoslar bilan o'rganing, xohlang sotsiologlar bilan o'rganing, xohlang demak psixologlar bilan o'rganing, xohlagan ijtimoiy gumanitar, xohlang adabiyotshunoslar bilan o'rganing, xohlang islomshunoslar bilan, mufassirlar bilan, muhaddislar bilan. Bu Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, kimga hikmat berilgan bo'lsa, unga ko'p yaxshilik berilgan bo'ladi. Bu Alloh taolo aytayapti, ko'p yaxshilik berilgan. Ana shu berilgan ko'p yaxshilikni biz Hakim Termiziyda ko'rishimiz mumkin. Bu oyatni tafsiri deyishimiz mumkin shu inson. Mana bu kitob ham yaqinda mana Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazidan nashr qilindi. Qalb haqida risolalar. Bu juda muhim asar. Mana shu asar to'g'risida bugun mana so'z yuritib gaplashdik, qisqacha bo'lsa ham. Asar o'zi kichkinaroq asarda, qalin kitob emas. Lekin ichida bo'layotganimizda juda katta ilmlarni jamlaydi. Albatta buni tarjima qilish jarayonida ham buning ichidagi kelgan hadislar, kelgan oyatlar, ularni belgilash, ularni qaysi manbalarda kelgan va boshqalarni batafsil tekshirildi. Mana 63 ta manbadan foydalanilgan. Mana 63 ta adabiyotlar ro'yxatida manba bor. Shu lug'at, arab tili, hadis, tafsir asarlari va boshqalardan demak bu sharhlab, izohlab keltirilgan. Mana mukammal izohlari bilan chop qilingan bu ham. Albatta Hakim Termiziyda asarlarni tushunish o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz izohlar yozishimizga to'g'ri keladi. O'quvchiga bu bir yengillik berishi uchun, o'qigan insonda savollar tug'ilib, ya'ni chalg'ib qolmasligi uchun ham mana shu izohlarni beramiz. O'quvchini o'ziga tashab qo'ymaymiz-da. Shu imkon qadar hali ba'zi bir kitoblar ta'riflanar ekan, bu kitobni domlasi ham ichida deylar ekan-da. O'shanda baribir imkon qadar baqadir hol deydi. O'sha kitobni mana o'quvchilarimizga biz muborak bo'lsin deymiz. Bu albatta Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida hozirgi kunda kutubxonasida mavjud bu kitoblar. Buni bemalol borib, qo'limizda ushlab, ko'zimiz bilan ko'rib, demak o'qib, o'zimiz uchun foydalar olishimiz mumkin. Talabalar, xususan mana yurtimizda mana oxirgi yillarda bo'layotgan islohotlarni ko'ryapsiz. Qanchalik, masalan, bitta Surxondaryoning o'zida qanchalar oliy ta'lim muassasalari ochilyapti. Mana Termiziylar avlodimiz degan yaqinda yana universitetlar bilan hamkorlikda boshlayapmiz. Bunda ham talabalarimiz bemalol qatnashib, bu kitoblar bilan tanishishlari mumkin va o'zlarining ilmiy ishlarida kerak bo'lsa foydalanishlari kerak. O'zlarining sohalarida pedagogika bo'lsin, boshqa sohalar bo'lsin. O'sha kitoblar nasib bo'lsa yana biz o'ylaymizki, Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida tarjimalar, mana shunday nashrlar davom etadi vohamiz uchun, diyorimizdagi xalqimiz uchun va inchunun yana biz doim ta'kidlaymiz, butun dunyodagi musulmonlar uchun albatta va insoniyat uchun. Biz xalqaro bo'lganimiz uchun, xalqaro ilmiy tadqiqot markazi sanalganimiz uchun ham demak bugungi dunyoda bo'layotgan va butun insoniyatdagi bo'layotgan muammolar va boshqalar nuqtai nazardan ham biz asarlarimizda albatta yondoshamiz. Rahmat, o'sha Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazini tashkil etilganligi mana bugun o'sha xalqimizga shuncha bir yangiliklarni, shuncha bir yashirinib yotgan, hali topilmagan xazinalarni topib taqdim etyapti desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Albatta bu asarlarni o'qish orqali mana ta'kidlaganingizdek qaysi bir yo'nalishda tadqiqotlar olib boradigan yoki tadqiqotlar qilishni niyat qilgan yosh olimlarimiz, iqtidorli yoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, borib bemalol Hakim Termiziyni, boshqa Termiziy allomalarimizni asarlaridan foydalanishlari mumkin va Yevropada yoki G'arbda yaqin 100 yil, 200 yilda ilgari surilgan va biz yangilik kashf
qildik degan bir nazariyalarni bulardan Albatta, necha ming yil olishimiz oldin mumkin. o'tgan o'zimizni ajdodlarimizni asarlaridan olishlari mumkin va muhimi bugun bizda kundan kunga mana shunaqa imkoniyatlar ko'lami oshib boryapti. Albatta. Kechagina biz Hakim Termiziy, hatto bugun xalqimiz keng jamoatchilik Hakim Termiziy deganda solishtirardi. Bu ham shu hadis nafis bir olim sifatida ko'rgan bo'lsalar, Yoki sufiy deb bilishgan bo'lsa, bugun u yoqni naqadar bir serqirra olim ekanliklarini, asarlari soni ko'pligini ham bilar edik, lekin uni bu kishini asl faoliyatlari nima degan savolga ikkilanib qoladiganlarimiz bor edi-da yaqingacha. Va bugun mana bu savollarga javob berilyapti va aytishimiz mumkinki, bu boradagi o'sha Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan olib borilayotgan ishlar ham tahsinga sazovor. Bu yo'ldagi ishlaringizga omadlar tilab qolamiz. Albatta, men bir narsani aytish yodimdan chiqibdi. Bu kitob Maqsud aka 50-yillarda ingliz tiliga tarjima bo'lgan. Bu kitobni chiqargan kishi amerikalik Nicholas Heer degan olim. Bu kitobni arab tilida nashrga tayyorlagan va musulmon psixologiyasi degan nom bilan ingliz tiliga o'rgangan. Ingliz tiliga. Qarang, 58-yil, taxminan 50-nechinchi-yillar. Oradan 40 yil, 60 yil o'tgandan keyin mana bizning xalqimiz bundan bahramand bo'lyapti. O'sha doim aytamiz, sobiq ittifoq davrida mayli Ibn Sinoni o'rganishgandir qisman berib, lekin diniy faoliyat ko'rsatgan olimlarimizni o'rganishga yo'l yo'q edi. Mana oxirgi yillarda mana ko'ryapsiz, endi bosma-bosqich qanchalik bir natijalar bo'lyapti. Men aytamanki, kech bo'lsa ham biz bu merosni baribir haqliroqmiz ularga qaraganda va yaxshiroq tushunamiz va biz aynan bu merosni yangi bosqichlarga ko'tarish, yangi uning ichida mana ilmiy nazariyalarni olish. Misol uchun 58-yil bu kitob chiqqan bo'lsa ham hali ular u xulosaga kelishmagan. Mana biz bugun buni meros ahamiyatini anglab, uni bilish nazariyasidagi, islom psixologiyasidagi o'rinlarni anglab, endi buni mutlaqo yangi bir bosqichga, demak, ko'tarishga harakat qilamiz. Bugungi avlod baxtliligimiz shundaki, bugun mana shu ajdodlarimiz merosini o'z tilimizda o'qish, o'rganish imkoniyatiga ega bo'lib turibmiz. Albatta, mana shu boradagi o'sha markazni domla ishlariga, qolaversa sizni tadqiqot ishlaringizga omadlar tilab qolamiz va ishonchimiz komil, yaqin kunlarda, yaqin yillarda yana o'nlab, kerak bo'lsa yuzlab mana shunday yangi asarlar bilan, yangi risolalar bilan, tarjimasi bilan studiyada ko'rishamiz degan umiddamiz. Bugungi tashrif uchun o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan ko'ngil olami ko'rsatuvining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvlar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.